Xayrli kech barchaga qizlarjonlar, bugun ham bir nechta zakazlarimiz yetib kelgan. Hammasini bir boshdan obzor qilib berishga harakat qilaman. Zubnoy pasta qolmagan qizlar yana keldi. Mana so'raganlarga ikki xil variant kelgan qizlar. Bemalol tanlab olsanglar bo'ladi. Keyin SPF'lar ham qolmagan edi deyarli. Mana mineralniy SPF'lar kelgan. Mineralniy so'ragan qizlar uchun juda ham yengil SPF. Hamma yuz turiga tushaveradi qizlar, yuz tanlamaydi. Bundan avval bu Marin brendini Tone Up SPF'ini sotganmiz. Uni ham rosa ham otzifi yaxshi keldi qizlar. Yana byudjetli SPF so'raganlar uchun mana Raysosildan byudjetli SPF'larimiz keldi. Bu ham yuz tanlamaydi. Hamma yuzga ketaveradi qizlar. Keyin buni bolalarga surtsanglar ham bo'ladi. Oilaviy ishlatsa bo'laveradigan SPF'lardan. Butun badaningizga ishlatsangiz ham bo'laveradigan SPF. Juda ham yengil. Yana bitta yangilik SPF'larimizdan bor. Dewy 3 brendiga tegishli bo'lgan SPF qizlar. Bu ham 4+. Yengil ton beradi bu. Umuman tonalkaga o'xshagan ton bermaydi qizlar. Yengil ton beradi, yaltillab turadi. Tarkibi vegan. Tarkibi rosa ham zo'r. O'zi shunaqa upakovkada kelgan, lekin ichida mana shunaqa xuddi rasmda ko'rib turganingizdek SPF chiqadi ichidan. Bittasi Merikitdan qolmagandi. Serum keldi qizlar. Bittasi juda ham yaxshi odzivlar olaman bundan ham. Byudjetli vitamin C so'raganlar uchun zo'r narsa. Obyomi ham katta. Keyin mana Dr. G'dan meni eng yaxshi ko'radigan kremlarimdan biri qizlar bu Red Blemish. Tez qizarib ketadigan terilar uchun, ugri toshadigan yuzlar uchun rosa ham ayni muddao qizlar. Antibakterial xususiyati bor buni. Buni surtishni boshlaganingizdan keyin mana shu ugrilardan qutulasizlar. Ham yuzni ta'minlab beradi namligini, ham ugrilar bilan kurashadi qizlar. Rosa ham zo'r. Kombi yuzlar uchun, yog'li yuzlar uchun zo'r tushadi. Bundan juda ko'p sotaman qizlar. Tugaydi, yana zakaz qilamiz. Keyin mana yana yangilik qizlar. Mana UCL Lab bilasizlar, juda ham qimmat SPF, juda ham qimmat. Juda ko'pchilik so'raydi, olib keling deb. Bitta katta SPF'ini o'zi 400 mingdan oshib turadi. Shuning uchun mana bunaqa probniklardan zakaz qildim. Qizlar ishlatib ko'ringlar, yuzingizlarga qanaqa tushadi. Yaxshi tushsa, ana undan keyin kattasini zakaz qilsanglar bo'ladi. Faqat zakaz kopga beraman. Buni tarkibida juda ham ko'p narsalar bor ekan qizlar. Mana choy daraxti, bilasizlar, tinchlantiruvchi xususiyatiga ega. Nilumbu o'simligi bor. Undan tashqari kollagen, sink bor ekan, niacinamid, bakachol bor. Tarkibi juda ham boy ekan qizlar. Shuning uchun ham qimmat SPF ekan. Buni probnigini bemalol olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Unga qarab zakaz beraman. Keyin mana bunaqa flomasterli podvodka so'ragan qizlar juda ko'p edi. Qizlar keldi, mana olinglar. Bu ham sanoqli kelgan, sanoqli chegaralangan, bu ham ikki xil kelgan, ikki xil variantidan. Keyin mana vegan sostavli intim gel so'ragan qizlar yana keldi. Intim gellarimiz turli SPF intim gellar kelyapti. Juda ham yengil tozalaydi. Qizlar tarkibida vitamin C bor, sut ekstrakti bor, patinol bor, tarkibi juda ham zo'r. Keyin obyomi ham katta qizlar. Anchagacha ishlatsanglar bo'ladi. Hansel brendiga tegishli bu. Mana Sidbi. Juda ko'pchilik so'raydi, koreyskiy xina deb. Mana qizlar keldi. 100% koreyskiy xina Sidbi. Bilasizlar, bu juda ham internetda mashhur bo'lgan. Vegan sostav, hech qanaqa amyak yo'q, hech qanaqa kraska emas. Kraskaga allergiyan bor deganlar uchun mana ishlatinglar bemalol qizlar. Mana shu korobkasining 2 xil, 3 xil varianti bor. Bu yerda 7 marta bo'yashga yetadigani bu qizlar. Yana bir xil korobkasi bor, 3 martaga yetadi. Yana bir xil korobkasi bor, u 4 martaga yetadi. Bu mana ichida shunaqa 7 ta stik bo'ladi qizlar. Har bitta stik 1 marta bo'yashga yetadi. Undan tashqari mana shuncha narsasi bo'ladi ichida mana. Stiklar, parashok bilan suvda aralashtirish uchun flakon, qo'lqoplar, fartuk bo'ladi. Qizlar boshga kiyib oladigan narsa. Hamma narsasi bo'ladi. Xullas, mana tartibini ham ko'rsatib qo'ygan, qanaqa qilib bo'yash tartiblarigacha. Bu medium jigarrang, ya'ni o'rtacha jigarrang qizlar. Mana bu yerda rezultatini ham ko'rsatib qo'ygan, qay darajada ko'rsatib berishini. Buni bo'lib olsanglar ham bo'ladi qizlar, lekin bu hamma narsasi ichida bo'lgani hisobiga buni butun sotishga majburman. 2 kishi bo'lishib olsanglar ham bo'ladi, kelishib. Shuning uchun qimmatroq chiqadi buni. 7 marta bo'yaydigan, 7 ta stiki borligini hisobiga qimmatroq chiqadi. Keyin mana bunaqa shtuchkaligi bor. Buni alohida olsanglar bo'ladi qizlar.
4 marta bo'yashga yetadi. Buning ichida mana shunaqa 4 ta stikka chiqadi qizlar. Bu ham o'sha medium brownniki, xuddi o'sha Sigbi'niki, faqat shunaqa bo'linadigan turi bor mana. Ichida 4 dona stikka va qanday qilib bo'yash tartibi bo'yicha mana qo'llanmasi bo'ladi. Bundan ham olsanglar bo'ladi. Bemalol qizlar, kishi kelishib olsanglar ham bo'ladi. Rosa barakali kraska. Xina. Maskalar tugagan edi qizlar, mana maskalar keldi. Ko'k choyligi, umuman teri tanlamaydi. Ko'k choyliklarni kombi bilan hamda yog'li yuzlar rosa ham yaxshi ko'radi. Chunki rosa ham uspokayuющий. Gyaluronkaligidan zakaz qildim qizlar, quruq yuzlar uchun. Mana bunaqa kiyimlar shkaflarga iladigan zakaz qildim qizlar. Buni sinayman. Hali bu narsadan zakaz qilib ko'rmagan edim. Agar men aytgan effekt bersa, ko'proq zakaz qilamiz qizlar. Shkafda qanchalik turadi, qanaqa yo'q. Lavandaligidan zakaz qildim. Keyin qizlar mana murskoy atir so'ragan qizlar. 2 xil variant keldi. Shunaqa shirin ekan hidi, shunaqa nejniy. Haligi agar farzandinglar, umuman yo turmush o'rtog'inglar o'tkir atirlar sepaverib joningizga tekkan bo'lsa, mana sizga zo'r imkoniyat mana qizlar. Ko'rinishi ham zo'r, bemalol podarka qilib bersa bo'laveradigan, narxi ham rosa byudjetniy chiqqan qizlar, unaqa qimmat parfyumlar emas. Koreyskiy 100% javob beraman, original koreyskiy. Shunaqa nejniy. O'zimga juda ham yoqdi. Qarang, bu rangi yumshoq hid, bunisi bundan ko'ra sal o'tkirroq hid. Farq shunda. Shuning uchun rangi ham 2 xil chiqqan, lekin bezatkaz qabul qilishadi kimga podarka qilsangiz. Juda ham maza narsa ekan. Qizlar hozir mana internetda moda bo'lgan, rosa ham Koreyada mashhur bo'lgan mist 4 xilidan zakaz qildim qizlar. Keyin qaranglar mana. Mana bu Pink Breeze bor, keyin mana bu Coke Sophie Soap bor, Tulip lolaligi bor, keyin De Blanc bor. Endi sizlarga farqini tushuntiraman qizlar. Mana bu De Blanc o'tkir hidlarni yoqtiradiganlar uchun, mana bu ko'k rangi ham xuddi shu o'tkir hidlarni yoqtiruvchilar uchun. Deyarli hidi bir-biriga o'xshash ekan. Endi mana Tulip lolani hidi. Как etda bahor qanday lolani hidini hidlasangiz, xuddi o'sha lolani hidini berar ekan. Keyin mana bu pushtisi juda ham nejniy, juda ham yumshoq hid ekan. Shuni farqlab berdim. Zakaz qiladigan bo'lsanglar, o'zi mana bunaqa upakovkasi bo'ladi qizlar, buni mana bunaqa upakovkasi bo'ladi, lekin upakovkasini ochishga majbur bo'ldim, chunki ichini milini ko'rsatishi kerak. Mili juda ham katta qizlar, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Keyin mana bunaqa namlantiruvchi krem zakaz qildim qizlar. Byudjetniy krem so'raganlar uchun. Tarkibi rosa ham zo'r ekan, kardata bor ekan. Patinol bor, keramid bor. Umuman baryer qismini rosa ham zo'r tiklab beradi qizlar. Real baryer hech qachon yomon narsa chiqarmaydi. Keyin mana bu Edelay'dan juda ko'p sotdim qizlar. Yana qolmaganda yana zakaz qildim. Baryerli krem. Retinol ishlatayotgan qizlar bo'lsa, kislota ishlatayotgan qizlar bo'lsa, rosa zo'r tushib beradi yuziga. Keyin mana yangilik qizlar, Selif brendidan 3 xil pudrelli narsasini zakaz qildim. Kremidan, keyin mana ampulasidan va toneridan nabor qilib olsanglar bo'ladi qizlar. Quruq yuzlar mazza qilib ishlatadigan narsa, normal yuzlarga ham tushadi. Yog'li yuzlar yo ampulasini yo kremini o'zini olib ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Tarkibida 1000 dozali pudren bor qizlar. Juda ham chuqur namlantirib beradi, yuzdagi teri hujayralarini yangilaydi, yaltirash effektini beradi qizlar. Buni mana kremidan, ampulasidan, toneridan zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Tag kushonidan keldi qizlar, juda ko'pchilik so'ragan edi. 0102 rangidan kelgan. Bemalol zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Buni ham yotib berishi stoykisi rosa ham zo'r qizlar. Chista koreyskiy original, men javob beraman originalligiga. Mana Romand kushon zakaz qilishgan edi klientimizniki bu. 23 raqamidan. Bu ham keldi qizlar, 100% original. Romandni bilasizlar, make-up narsalar qimmatroq chiqadi, lekin kачествоsi shunga yarasha. Keyin mana shampun zakaz qilishgandi CPI, bu ham o'sha klientimizniki. Bundan O'zbekistondagi do'konlar kamdan-kam sotishadi, deyarli olib kelishmay ham qo'ygan. Bular 5 sulfat, tarkibida sulfat yo'q qizlar. Bu degan so'z bosh terisini quritmaydi, umuman bosh terisiga zarar yetkazmaydi. Bu konditsioneri. Mana bu yerda mana shampuni bor. Ikkalasini birga ishlatishadi. Ya'ni soch o'ziga bo'ysunmaydigan qizlar albatta shampundan keyin konditsioner yoki balzam yoki shunga o'xshagan maskalar ishlatish kerak. Ana o'shandagina soch aytganini qiladigan bo'lib qoladi.
Qizlarjonlar, bugun kelgan zakazlar hammasini Telegram kanaliga joylayman, opisaniyalari, narxlari bilan. Kimda Telegram silkam yo'q bo'lsa, menga yozinglar, men silkamni tashlab beraman. Bemalol lichkaga o'tib gaplashsangiz bo'ladi men bilan.